Mana bugun o'g'lim Azizbekni jo'natyapmiz. Xudoga shukur, mana shunchalik mana shu konsalting xodimlari yordam berib, bilib bilmay tushunmagan joylarimizni ko'rsatishib, yo'l yo'riq ko'rsatib, mana hujjatlarni tayyorlab berishdi. Rostiga boshida ozroq shubha nimalar bo'lgan. Endi baribir xom sut emgan banda baribir bo'ladi. Yo'q, xudoga shukur, mana hammasi joyida, mana bu vizalari chiqdi, yana nimalari chiqdi, hammasi tayyor bo'ldi. Endi xudo xolasa bu konsalting xodimlaridan minnatdormiz, ularni yuzini yerga qaratmaydi degan umiddamiz. Borib o'qisa, kelajakda keyingi mana 1+3 programmasidan ketyapti. Keyingi darajalariga, keyingi nimalarga ham tayyorgarliklarga yordam berasizlar degan umiddamiz. Yo'q, hammasi joyida ekan. Tavsiya qilaman Phoenix Consulting firmasini. To'liq 100% ishonsa bo'ladi. Chunki biz o'zimiz bu bosqichdan o'tdik. Tavsiya qila olamiz. Keyingi ishlaringga hammasiga omad tilaymiz. Ishlaring bardavom, omadlaring bersin Alloh. Rahmat sizlarga.